Assalomu alaykum aziz insonlar va meni kuzatuvchi muxlislarim, meni obunachilarim. Bu obuna bosmayapsizlarda men o'shaning uchun video ham chiqargim kelmay turibdi. Sizlar obunani bosib, like'larni bosib, obunachilarni ko'paytiringlar, ulashinglar. Men unga qiziqimli video chiqaraman, chiroyli. Hozir bu video chiqaray desam, hech kim qaramayapti, bizning kanalimizga hech kim kirmayapti. Ko'ryapsizlar. Obuna bo'lmasdan ko'ryapsizlar. Obuna bo'linglar. Sizlardan bir so'm ham pul ketmaydi. Davlat sizlardan pul olmaydi hech kimning obuna bo'lganiga. Qiziqish uchun meni kanalimni shu tarqatib ko'paytiringlar, iltimos. Sizlardan so'rayman. Hozir men shu yerda bitta ish bo'ldiki, o'sha Farg'ona tumaniga qarashli o'sha gaz deymiz, rayon gaz deymiz. O'sha rayon gazni o'sha bizda Chimyonda qishlog'ini o'sha Langar mahalla fuqaro yig'inishiga qarashli joyda bu sanatoralar serob bizda. Mana hozir gazlarni sanatoraga beryapti. Sanatoralarda gaz yonyapti, zo'r yonyapti sanatoralarda. Yonmayapti, bas yonyapti. Lekin aholida yo'q. Aholida svet ham tushyapti. Nimaga? Bitta liniyada turamizda. Bu sanatoralar ikkita liniyasi yaqabaqa olyapti. Bu sanatola xususiy bo'lsa, qarang, ikkita odami bo'lsa ham unga yoqib beraveradi, 3 ta odami bo'lsa ham yoqib beraveradi. Nima biz uchun? Nima xalqimiz molmi xalq? Yo xalq eshitmaymi? O'zbekistonda millatini o'zbek millatlari tashkil qilib beryapti shu yerda. Mana prezidentim siz ko'ryapsiz. Sizga men yetkazyapman bu gapni. Hozir mana men o'sha Chimyon gaz ombori 2 deydi ekan, agress 2 deyilyapti. Shu yerga borsam, menga deyapti, mana hozir men datchilarni ham ko'rdim, syomka qilish mumkin emas ekanida. Menga aytishdi, mana aka dedi, 2 kilo dedi gaz kelyapti menga dedi. Pervol tomondan keladi dedi, 2 kilo gaz dedi. 2 kilo gazni men xalqqa tarqatib beryapman dedi. Lekin 75 narsa bo'lmaydi. Menga deydi 10 kilo bersin deydi. Xalqni deydi mazza qildiraman deyapti. Endi xalq mazza qilish uchun bu gazni o'sha tevada o'tirgan o'sha Mirza Mahmudov degani bor ekan, o'sha gaz, elektr energiya ministri. Aka, charchagan bo'lsangiz, men sizga aytayapman. Yoshingiz o'tgan bo'lsa, pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, uyga kirib damingizni olib yoting. Nima qilasiz? Yoshlarga bo'shatib bering. Nima qilasiz bunaqa gazni olib tashlab xalqdan? Vodiyga gaz yo'q debsizlar kecha kuni. Nima vodiy? Vodiyda xalq o'zbekda. Vodiyda o'zbek millati ko'pda. O'shancha vodiyni yomon ko'rasizlar. Iltimos aka, gazni beringlar. Xalqqa beringlar, xalqqa. Mana hozir men bitta joyga kirdim. Yosh bolalar, men syomka qildirmayapti. Aka syomka qilmay qo'ying deyapti. Mana ko'rdim men yosh bolalar, yosh o'tgan momoylar o'sha enalarimiz, boboylarimiz duo qilib o'tirib, iloyim Parvardigor, shu gazni chiqarayotgan inson bunday bo'lib ketsin. Unda nimalar qilinglar deb biz aytaylikchi birinchi nima bo'lar ekan? Aka, o'sha Mirza Mahmudov qarg'ishga qolib ketmang, insonlar xalqni qarg'ishga qolmang. Iltimos gazni ochib bering xalqqa. Mana Toshkentda o'tiribmiz. Mana bizda metan zapravkalar ham ishlagan yo'q. Odamlar tirikchilik ham qilolmayapti. Benzin talabga javob bermaydi. Benzin hidi bor, sassiq kelyapti uning ustiga. Mana kecha kuni men sizni bitta tarmoqda ko'rib qoldim. Men elektr energiyani yetkazib beraman, elektrni o'qib beraman. Elektringizni qatdan qilib berasiz elektrni? Qatdan qilib berasiz? Bu hamma yo'q tizim charchagan bo'lsa, O'zbekistonda tizim charchayotgan bo'lsa, qatdan qilib berasiz? Transformatorlar o'sha Rossiya vaqtida qolib ketgan transformatorlar turibdi hali ham. Qilingan yo'q, chiqartirsin sani. Men endi buni yakka-bakka chiqdim. Unga bordim, menga bordim. Qaytsam bo'lmayapti. Mirza Mahmudov eshitdingiz siz. Mani bobomning ismlari Said Amir Husaynxon Bayqarov bo'lgan. O'sha Qo'qon taxtida o'tirib O'zbekistonda hukmdori bo'lgan. Men o'shanga o'sha chevara hisoblanaman. Men indamay bir chekkada turibman. Qatdan qatga o'tiribsizlar. Rahbariyatga o'tirishdan oldin avlodingni surishtirib olib kelish kerakmi? Surishtirish kerakmi avlodda odam? O'zini kimligini bilish kerakmi? Oynaga qarab turib, yuziga qarab turib, shuning uchun.
Bu xalqni qarg'ishga qolib ketyapman. Xalqni yomon niyatiga qolib ketyapman degan gap so'z qilmaysizlarmi? Yo shohmisizlar? Men O'zbekistonda xalqinida tikalab qo'yishga, to'plab qo'yishga qurbim yetadi. Mana kecha kuni mana Beeline kompaniya bo'yicha men gapirdim. Beeline Yusel mana narxini oshirib qo'ydi. Mana shu mana o'shanda ko'rdim 29 million odam menga kommentariy yozib o'tirdi. Aka, unday, buni qilish kerak, uka, uni qilish kerak, buni qilish kerak. Bu O'zbekistonda, bu o'zbek davlatda o'zbeklar o'tirish kerak. Rahbariyatda. Aytib qo'yapman-da. Boshqa millatlar o'zining yurtingga bor yasha, nima qilasan meni yurtimda turib. Endi achishib ketgandan nimaga aytsam ulardan? Hatto qari onamiz bor, yurolmaydi bir joyda qolgan. Sovuqlarda mana o'tinim bor edi, yo'q bas, tashqarida 5 kun 6 kun yomg'ir yog'di, biz bilmaganmiz-da bu gaz uchib qolishini. Mana bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Yomg'ir yog'di, o'sha ho'l bo'lib ketdi, o'tinni tiqsang yonmaydi. Nimaga? Biz nimaga uramiz? Bu gazimiz bu davlatga, bu gaz xalqniki. Bu Alloh o'zbek millatlariga chiqarib qo'ygan gaz. Va Xitoyga chiqargan yo'q bu gazni. Bu gazni tojikga, qirg'izga, qozoqda o'ziniki bor, qirg'izga chiqargan yo'q bu gazni. Bu o'zbek gazi. O'zbek gazini o'zbekga berish kerak. Narxini ko'tarding demadim. Mana elektrik narxini ko'targan demadi. Nima biz? Molmi xalq? Xalq eshakmi? Xalq baranmi? Putinni parakandasiga uchasan hamma. Mana Putin, mana men Putin deytaman senga. Putin, mana Rossiyaga ishlagan bo'lgan bolalar, qancha bolalarni mana eshitgan. Qancha bolalar urushga kirib ketib o'lib ketyapti. Nimaga? Pul topish uchun. Xalq bu bola chaqamni boqamadi. Biz mamlakatda ish bo'lmasa, kambag'al ichidan hech kim chiqmaydi. Nimaga? Tevada o'tirganlarda yedi uzat ketdi degan narsalar bor. Biz ustimizga ichki ishlarda gijgilab tashlaysizlar. Mana men aytaman, ichki ishlar sizlar ham eshitdinglar. Bular bizga sizlarni ish qilib qo'yapti. Ertaga tavba qildim, u ishlar bo'lmasin. Bir to'padan yo yaqa-baqa bo'lib qolsa, birinchi ochida ichki ishlar o'lib ketadi. Shuning uchun aytaman. Xalqqa chiqmaylar, xalqqa nima qilmaylar. Iloyim, sizlarda ham bola chaqalaring bor, ota-onalaring bor. Baxtiga sog' yuringlar. Xalqni ko'ziga to'g'anoq, yo'liga do'nga bo'lib chiqmaylar, iltimos. Mana hozir men buni video chiqarim sababi nimaga? Men chek o'tirdim. Men nima desam bo'ladi? O'zimni bosdim. Ke. Bularga tegmaylik, bularga indamaylik. Bular tushunib qolar. Shakkacha keldim men. Shakkacha kutib keldim. Qatgacha kutishimiz kerak, bilmayman men buni. Oxiri qatgacha kutamiz. Yo manzil kelganda nima bo'lib? Ari to'ziganda to'zibdi, urra men kirib borganimizda qochganingda bilasan hamma. Qochganingda oyog'ingda yerda sidirilib qochasan. Kalling o'lib yotasan, boshqa narsa va hokazoda. Xalq yomon olsa, xalq bir to'plansa, buni to'xtatib bo'lmaydi. Shuning uchun aytaman-da men. Bu xalqni qiynash kerak emas, xalqqa gazni berish kerak. Bu gazni oshirish kerak xalqqa. Mana ko'rib tursiz o'sha Ozodlik radiosi boshqasi butun dunyoda, mana O'zbekistonda bloger jurnalistlar taqatinglar buni, chiqaringlar tevaga, chiqarmasalar ham bo'lmaydi. Vodiyda yashib qo'ydi. Bo'lmasa vodiyda ateni davlat qilib qo'yinglar. O'sha pervodan bag'ni kesib qo'yinglar bizga. O'zimiz to'g'az olamiz. Ertaga vodiy ko'tarilgandan keyin vodiy nima? Vodiyda xalqi birlashgandan keyin bilaman. Bizga Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston ham ishlansa emas, Rossiya ham ishlansa emas. Mana men aytib o'taman, o'sha bobom shoh bo'lib o'tirgan paytda shu Afg'oniston, Eronlar ham, o'sha Pokistonlar men bobomni ixtiyorida bo'lgan. Endi bu qirg'izlar ham 17-yil kirib kelgan. Tojik millati ham 17-yil kirib kelgan batga. Shu hammasi bor. Menda shu dalil isboti bor shuni. Men bu konferensiyada ham aytib o'tdim bu narsani.
Qiynalganimizdan gapiryapmiz. Xalq qiynalib ketdi-yu. Xalq ezilib ketdi bu xalq. O'zbek xalqi nima qilyapti? Bu kam. Butun dunyoda ustimizdan Sulayman kulyapti, bilmayapsizlarmi? Sulayman kulyapti-yu dunyoda o xalq odamlar. Xatga borsalar, xalqingni to'yg'azib qo'ydi, kulyapti Sulayman. Xalqqa gazni beringlar, xalqqa elektrni ber. To'sib qism nima alasan? Men prezident bo'lib o'tirganda nima qilyapman? Men prezident o'tirgan. Men bugun prezident bo'lib o'tirsam, ertaga men Qirg'izistonda ham bo'laman, Tojikda ham, Qozoqda ham bo'laman. Qo'limdan keladi. Turkmen 2 sekundni joyi menga. Meni qurbim shunga yetadi. Men ertaga o'sha Afg'oniston davlatini ham qo'shib olaman o'zimga, Pokistonni ham qo'shib olaman. Endi uning yo'li bor. Uni ancha-muncha qo'lingdan kelmaydi. Meni qo'limdan keladi. Men qo'limda o'sha shajaralarni ko'tarib olib chiqib, o'sha vasiqanomalarni olib chiqib, shunday ko'tarib qilib qilaman deb ishlardi. O'zing bilmay qolasan hammang. Men unga deb so'rab, aka unga bunday qabililar, uni qabililar, mana qabililar. Iltimos qilsa, bu iltimos qilgan sarimiz ustimizdan kulyapsanlar, ustimizdan mazax qilyapsanlar. Mana men senga aytaman, hammangga aytaman. Qara, bizni Farg'ona rayoni tumanida gazni boshqarmada xodimlari, ishchilari hammasi o'g'ri, poraxo'r, haromiqo'llar bular. Men biladi, hammasini bilaman kimligini. Bugungi gap emas, bu anchadan bo'lib kelyapti. Hozir men bittasi bilan gaplashdim. Bir inson yigitning ismini aytmayman sizlarga, bu ismini aytsam, u bolani ishdan tashlaydi, uning bola chaqasi bor, uni kim boqishda ham o'zi bilmay qoladi. O'sha kompyuterda ishlaydi o'sha bola. Aytishi bo'yicha 50 milliard qazi bor deyapti rayonda, 50 milliard. Nimaga qayerga ketgan bu pul? Xalq uchuvchisi bor, uchuvchisidan o'tayotganini to'layapti. Ama qayerga ketgan? Meni cho'ntagiga yeb qo'ygan, kegirdoniga surib qo'ygan. Mana bizni o'sha chimyonlarda bo'layotgan ishlarni aytmayman. Sanatoriylarga men qarab turib, ikkita davlat sanatoriyasi otasidan o'g'liga meros. O'sha vazirlikda o'tirganlar ham meros. Qanaqa meros bu? Qanaqa davlat bu? Bu o'zbek davlatikimi yo chetdan kelib tuzilgan davlat bo'ladimi bu? O'zbekistonda ko'rib chiqishimiz kerak. Deputatlar, senatlar, nima qilyapsizlar? Nigmatullo Yo'ldoshev bularni tekshirishingizni so'rayman. Bu qarang bularga. Endi poraxo'rlik, men qarang, poraxo'rlik, ponni hammasini, rus gapiga ponni deb o'rganib qolyapmiz-da. Xalqimizda hammasi poraxo'r bo'lib ketdi. Poraxo'r ko'payib ketdi. Men o'shaning uchun aytaman. Prezident sizga aytyapman, mana eshiting. Hokimni xalq tomonidan saylab qo'yishimiz kerak. Hokimlarni xalqlar tomonidan qo'yishimiz, xalq saylash kerak. Siz olib kelgan hokimingiz u cho'ntaga ishlayapti. Sizni boy qilyapti xolos. Xalqni boy qilmaydi ular, sizni boy qiladi. Mana hozir hozir video syomka qilib keldim, o'sha video syomkaga o'tamiz. Mana ko'rasizlar o'shani. Qanaqa bo'lgan joylarda men o'sha gapirdim, o'sha gaplardim, shu assalomu alaykum yurtdoshlar deb gapirganman, o'sha yerda o'sha ham chiqdi. Men o'sha agresdan hozir syomka olib bordim. O'sha syomkalarni ko'rib tomosha qiling. Iloji boricha like bosinglar. Obuna bo'linglar, tezroq chiqsin bu zapsim, tezroq chiqsin. Qancha obuna bo'lib tezroq chiqarsalaring, shu yurt o'zimizniki bo'ladi. Yurtda o'zimiz ishlaymiz. Bu yurtlar ne o'naladi. Tevada o'tirgan shu o'g'rivotchalar hammasi yo'qolishni boshlaydi. Men obuna bo'lib turib, gazni bosinglar, davay. Yurtdoshlar, o'zbek millatlari bormi? Millati, o'zbek deganlar qaysi davlatda yashashingiz ham gazni bosinglar, o'zbeklarim. Bu O'zbekiston davlatiga o'zbeklar like bosib obuna qilinglar. Biz o'zbeklarimiz ko'paysin, iloyim ko'paysin. Marhamat tomosha qilinglar. Hamma dasturlarimiz shu yerda. Shuni tomosha qilishlaringizni so'rayman. Assalomu alaykum aziz insonlar va imonlar. Bugun biz shu chimyondan sizlarga tushuntirib zapis tayyorlayapmiz. O'sha meni ko'rib turgan o'sha vazirlikdan Mirza Mahmudov, o'sha elektr energiya gaz vazirligining boshliqlari bo'ladi. Mana sizga aytaman, qarab turing. Mana biz Chimyonda yashaymiz, vodiyda aslida vodiyda yashaymiz.
Vodiyda Chimyon degan shu qishloqda yashaymiz. Bizda hamma narsa muyassar bo'lishligiga yo'q bo'lib boryapti. Mana qarang. Mana shuncha shu yerda sanatolarga gaz bor, aholiga yo'q. Mana bu yerda bizning liniyamiz o'tdi. Mana ko'rsataman sizlarga mana. Mana bu yerda gripimiz bor. Mana liniyalar kelyapti. Mana ko'ringlar liniyalarni. Mana liniyalar kelib ketyapti bu yerda. Mana bizniki mana 104 deyapti. Mana hozir men bu narsalarni sizlarga shahid bo'lib ko'rsataman. Mana endi bir narsani aytish kerak-da, aytmasak bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev, mana siz ko'ryapsiz, bizni kanalda ko'rib turasiz ko'pincha. Endi xalq sovuqda bo'lgan emas, sovuq havo tushdi. Mana o'sha O'zbekistondan, o'sha Boysundan chiqib ketyapti gazlar. Mana bizga aytyapti, "O akalar, zadushak, o'sha kranlarni bekitmaylar, bizda bosib ketdi" deyapti. Ha qarang, bizda chiqib ketyapti deyapti. Nima kerak bor buni bekitib? Xalqni qiynab nima kerak bor? Yo O'zbekiston fuqarosi bo'lmasang, O'zbekistonda tug'ilmagan bo'lsang, chiqib ket, nima kerak bor albatta. O'zbekistonda tark et, nima kerak bor? Bunaqa qilib xalqni qiynab. Qatdan kelib o'tirib olgansan bila. Men turib hozir aytib beraymi? Vodiy xalqi ko'tarilganmen desam ko'tariladi. Shuni kutyapsizlarmi? 2-3 kunga bo'lmaydi. Mana Toshkentda metan zapravkalar ishlayotibdi. Ertalab 6 dan kechpet 23 gacha. Bizda metan ishlagan yo'q. Xalqda gaz yo'q. Xalq o'tini bor odam bor, o'tini yo'q odam bor. 1 kilo ko'mir muncha bo'lyapti. Hozir ko'mirni olib kelib yoqsang, ekologiyani buzilishi bo'lyapti, nimasan tutayapti. Osmonda sassiq havolar ko'payyapti. Odamlarning umriga zomin bo'lyapti. Nima qilishimiz kerak biz? Dardimizni kimga aytamiz? Yuqorida o'tirganlarga insof kiradimi, sanlarga yo'q kirmaydimi? Men yana bir marta taqsirlarga gapirib, qaytarib aytaman. Endi aytaman. Mani bobomning ismlari Said Amir Husaynboy Qaro degan odam bo'lgan. O'sha Qo'qon taxtida o'tirganlar. Qo'qon taxtidan shu o'zbek degan millatga mansub inson bo'lganlar. Mani bobomlar shartli ekan. Sani bobong kim bo'lgan? Bu yurt egasi bo'lmasang chiqib ket, nima qilasan tashlab? Ana u bizda Farg'ona tumanida o'sha gaz ta'minoti bor, o'sha gazga o'sha qaraymiz ekan. Hozir men Aygalasga so'radim, aka, gaz bormi, yo'qmi desam, bizda gaz bor ba'da, rayon sotib oladinyapti. Rayonda 50 milliard qarz bor ekan. Xalqni uchuvchisi bo'lsa uyda, uchuvchisidan o'tayotgan to'layap turgan bo'lsa, bu qarzni qayerdan oladi? Shular значит, bularda haqiqatni gapirganda kompyuterdan hisoblamasdan bu cho'ntagiga hisoblayapti ekanda bular. Mana liniya o'tib ketyapti mana. Mana O'zbekiston xalqi ko'ringlarsizlar, mana liniya bu yoqqa qarab ketyapti. Bu tomondan mana bu tomondan kelyapti. Mana qarab ko'rsataman, bu tomonga qarab ketyapti. Mana bak hisoblab beraman sizga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta liniyada aholiga gaz ketyapti ekan. Endi bunday o'ylab ko'ring. Buncha liniya mana mabag'da sanatoriyal liniyasi adini. Aholini ezib olmaylar, aholini qiynab olmaylar. Hozir yana bitta narsani ko'rsataman men sizga. O'shda gazni chiqayotgan joyi qancha berilyapti, qancha bosimda turibdi, buni ham ko'rsataman. O'sha ketib ketamiz. Shunaqa qilmaslik bo'lmaydi. Gaz o'sha langlar o'sha Chimyon gaz mashta turibdi mana. Ochmasa bo'lmaydi. Mana Shavkat Mirziyoyev Malomonovich
Kech paytga chiqdimmi? Mana gazni pasaytirish bo'lyapti. Gaz balanddi hozir. Ko'targan joyda pasayyapti. Mana liniyalar. Shu yerda hamma liniya boryapti mana shu aholiga. Mana bizga shu liniyadan ketadi. Sizlarga ko'rsataman. Mana shu liniya bizga ketyapti. Tam o'tib kelyapti. Fotolarni sizdan yo'lga o'tadi. Bu aholini yozishda maqsad bo'ladi. Shuna bo'lyapti-da. Mana o'sha gaz ombori deymiz. Gaz ombori mana gaz ishlayapti mana. Hammasini ovozini eshituvchi. Lekin chiqyapti gaz. Chiqqan bilan bu aholiga bermagan endi foydada. Prezidentni mana ko'ryapsiz, men kech payt keldim shu yerda. Mana boshqa xodimlar shu yerda to'planadi kech payt. Mana bu yerda mana bizning liniyalar, mahalla liniyasi. Hozir hisoblaymiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta liniya shu yerdan o'tyapti. 12 ta liniya shu gazdan shuni olib ketyapti. Olib aholini shu yerdan olib ketyapti. Aholiga bo'layotganlar shuda. Mana hamma O'zbekiston. Bu yerda santularni svet yonib turibdi, lekin aholida svet yo'q. Aholi zimiston bo'layotibdi-da. Aholi ayanchli ahvolda yashayapti-da, ayanchli.